atrofidan ikkita oila uchun xonadon topib qo'yganmiz. Olmazor shifokorda joylashgan akalar sizlarga 4,5 sotuvlik xonadonimizni to'liq video davomida ko'rsatib beraman akalar. Kirib kelar ekanmiz, bitta ikkitagacha mashinaga joy, tashqari fasadi oq suvoqda. Bemalol kelib qolagan ishlarni qilsanglar bo'ladi. Uyimizda ikkita oila, 3 ta oila bemalol yashasanglar bo'ladi. Endi sizlarga to'liq bitta xonalarni ko'rsatib berar ekanman. Bu yerda tapchandan zona, zilyondan zona bo'ladi. Xonadonlarni ko'rsatib beradigan bo'lsam, bu yoqda bitta oila uchun, bu yoqda bitta oila uchun отдельно oshxonalargacha qilib qo'yilgan. Kelamiz, oshxonamizda bo'ladi. Akalar ko'rib o'tishingiz mumkin. O'zini mebel texnikasi bilan yonginasida bu yog'imizda sanuzelimiz, bu tarafimizda vannamiz joylashgan. Razmerlari juda ham katta tushgan. Akalar sizlarga ideal variantda bo'ladi. Kelib bemalol ikkita oila, ikkita kelini bor odam yashasanglar juda ham zo'r bo'ladi. Bu yog'imizda akalar zalimiz bo'ladi. Bu tarafimizda spalnimiz, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Endi sizlarga oxirgi xonamizni bitta ko'rsatib berar ekanman. O'zingizlar ko'rib qo'yishingiz mumkin. Bu tarafimizda ham spalnimiz joylashgan bo'ladi. Faqat ko'chaga qaragan oynalari yo'q. Endi sizlarga qolgan xonalarni birma-bir ko'rsatib beraman. O'zingizlar ko'rib baho berib qo'yasizlar. Keyingi xonalarni tushuntirib berar ekanman. Kiramiz, akalar, to'g'rimizda sanuzelimiz joylashtirilgan, bitta qo'rilgan. Sizlarga yonginasida oshxonamiz joylashtirilgan bo'ladi. Ayollarimiz uchun barcha mebel texnikasi qoladi, akalar. Zalimizni qaranglar, kattagina tushgan bo'ladi. Ham ideal variantda bemalol mehmonlarni kutib olib, bu yerdan qilsanglar bo'ladi. Bu tarafimizda detskiy spalnimiz joylashgan bo'ladi. Hamma shart-sharoitlari bor, akalar.